Qish kelyapti, havo soviyapti, ko'chalardan olib turib mashina qilib tutunni haydayapsiz, uyingizdan chiqib ketmayaptimi? Hamma yoqda qilib ko'rdingiz, bir tiyinlik foydasi bo'lmadi. Bo'ldi, endi ko'chalardan tashlab yuborib turib, metan pechkalarda xarid qilish vaqti yetgan. Metan pechkamizga ahamiyat berib bersalar, buni har xil turi bo'ladi. Mashina modeliga ahamiyat bersalar, oynali bo'ladi. Bitta ochib bersalar, ya'ni issiq uradi, lekin tutun urmaydi. Agar tutun uradigan bo'lsalar, 2 yil ichida bepulga olasiz, plyus qaytarib beramiz shapka. Olasiz, pechkangizni yangilab beramiz shapka. Eng qizig'i bu pechkalarimizga 2 yilgacha garantiya bo'ladi. Kraskalarning o'ziga liboy narsasiga 2 yilgacha garantiya beramiz shapka. O'tin, ko'mir, tappi, gaz, liboy narsani yoqaveradi. Xolasangiz saunaga, xolasangiz o'rtoqlar bilan aylanib ham borganda ham ishlatadigan, ovqat pishiriladigan modellargacha bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, eng arzoni 1 million 200 ming so'mdan boshlab turib 5 million 200 gacha bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ylab dastlabki 100 gacha mutlaqo bepul, qolgan joylarga albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Ramazon oyi xarid qiladigan bo'lsalar 300 ming so'm skidka qilib berishadi. Biz turgan joy Andijon, ya'ni metan mana shunaqa pechkalar ishlab chiqarish zavodida turibmiz, charchab ketdim, o'pgan zaharga to'lib ketdi. Endi bu zaharni ishlatmasdan maza qilib mana shunaqa pechkalar xarid qilib olsalar ham bo'laveradi. Vaydali o'pgan